Bayram dasturxonida yengil hazm bo'ladigan, oqsil, kletchatkalarga boy bo'lgan parhezbob salatimizni tayyorlab ko'rsataman. Asosiy menyusi tovuqdan tayyorlansa-da, ko'rinishi go'sht vidini beradi. Bor vitamin mineralini o'zida saqlab qolgan Borges brendini zaytun yog'idan foydalanib, tovuq filelarini biroz qovurib olamiz. Ustidan 2 osh qoshiq soya, tabga ko'ra achchiq paprika, tuz, quritilgan rayhon solib, yaxshilab pishirib olamiz. Svetofor bolgarskiy, bodring, pomidor, rukola, aysberg karom, kalexni vili tvorojniy sirlarini tayyorlab, ketma-ketlikda solishni boshlaymiz. Salatga yanada maza beruvchi zaytun bo'ladi. Uni xohlasanglar parrey, xohlasanglar kattaroq qilib bo'lib solsanglar ham bo'ladi. Zaytun yog'ida zapravka qilib, salatimizni dasturxonga tortamiz va chetlariga tvorojniy sirdan foydalanib bezak beramiz. Salat tayyorlash jarayonida barcha ishlatgan posudalarimni Asiya Home do'konidan oldim. Bayramona skidkalarga siz ham ulgurib qoling. Bayram dasturxonida yengil hazm bo'ladigan, oqsil, kletchatkalarga boy bo'lgan parhezbob salatimizni tayyorlab ko'rsataman. Asosiy menyusi tovuqdan tayyorlansa-da, ko'rinishi go'sht vidini beradi. Bor vitamin mineralini o'zida saqlab qolgan Borges brendini zaytun yog'idan foydalanib, tovuq filelarini biroz qovurib olamiz. Ustidan 2 osh qoshiq soya, tabga ko'ra achchiq paprika, tuz, quritilgan rayhon solib, yaxshilab pishirib olamiz. Svetofor bolgarskiy, bodring, pomidor, rukola, aysberg karom, kalexni vili tvorojniy sirlarini tayyorlab, ketma-ketlikda solishni boshlaymiz. Salatga yanada maza beruvchi zaytun bo'ladi. Uni xohlasanglar parrey, xohlasanglar kattaroq qilib bo'lib solsanglar ham bo'ladi. Zaytun yog'ida zapravka qilib, salatimizni dasturxonga tortamiz va chetlariga tvorojniy sirdan foydalanib bezak beramiz. Salat tayyorlash jarayonida barcha ishlatgan posudalarimni Asiya Home do'konidan oldim. Bayramona skidkalarga siz ham ulgurib qoling.